Birinchi mana oq bo'lib turadi, lekin surtishni boshlaganingizdan so'ng teringiz rangiga moslashishni boshlaydi. Yuzimni yarmiga surtib ko'rsataman, siz farqiga borishingiz uchun. Farqi sezilarli darajada ko'rinyapti. Yuzimda hech qanaqa face effektlar, filtrlar yo'q. Mana sekin o'tkazib ko'rsataman. Uchinchi asosiy xususiyati, bu krem sizni ajinlaringiz bilan ham mukammal ishlaydi. Mana kulgandagi mimikalaringizda ajinlar bilinib qolmaydi. Tonalka surtganingizda qizlar biladi, kulgan vaqtda yuzda ajinlar, mimik ajinlar ko'rinib qoladi. Buni surtganingizda esa yo'q mana. Krem tarkibida niasinamid bor, yuzlarni oqartiradi va kollagen bor. Yuzingiz terisini yaxshilab elastikligini saqlab beradi va aynan mana shu narsa ajinlar bilan ishlaydi. Va dioksidin, titanium dioksidant va shunaqa adashmasam bor edi. Bu quyosh nurlaridan sizni himoyalash uchun. Mana kremni surtib bo'ldim. Endi bemalol syomkaga ketsam bo'ladi. Yuzimga hech qanaqa tonalka shart emas, kulganimdagi mimik ajinlar yo'q va quyoshning zararli nurlaridan 100% himoyadaman. Siz ham ishlatib ko'ring. Bu krem narxi atigi $50 va aytgancha buni Zanme brendi bilan adashtirib qo'ymang. Kremni brendi Ronis yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab bepul, direktga murojaat qilishingiz mumkin.